Aziz do'stlar, sizlar bilan bugun Gravity Tower minorasini, ya'ni o'yinini o'ynaymiz. Bu ham albatta Robloxda, boshqa Sleep Tower o'yinlarida nima yuzgacha deb o'ylasangiz, bu bor. Bu bo'lsa bizni sakraganimizda balandroqqa uchirib yuboradi. Va biz bu yerda ko'p narsalar bor. Bu yerda bir marta yutgan uchun sovg'a mana menda bor ekan. Mana buni olamiz. Nimaga olinmayapti? Olib bo'lmas ekan. Bu 5 marta yutganga berilar ekan va bu 10 marta yutganga berilar ekan. Bu bo'lsa 15 marta yutganga berilar ekan. Biz bugungi o'yinda mana buni, ya'ni bir marta yutish bilan olib ko'ramiz. Menda bir marta yutish bor, to'g'ri, lekin bir marta yutishga berilmas ekan. Hozir buni boshlab olamiz. Bundan sakraymiz. Bu juda ham osonga o'xshayapti menimcha. Bittada yutib taylasam kerak. Bundan chiqib olamiz va unga osilib olamiz. Hozirlarga bitta narsa o'rgataman. Bitta sakrab bu yoqqa o'tsak bo'ladi. Yo'q. Boshqatda. Ikkinchi tayin. Tinchgina to'g'ri yo'ldan ketaveramiz. Bu yerdan sakrab, aytgancha do'stlar, o'tgan videomda 7 donagina obunachi kelibdi o'tgan videomda. Demak, u videoni ikkinchi qismini chiqarmayman, obunachilarimga yoqmaydi deb o'yladim-da va bu boshqa o'yinni chiqara boshladim. Va bu boshqa o'yinlardan mazza tomoni, bunda juda ham balandga sakraymiz va buni bemalol yutib tashlasak bo'ladi. Bundan sakrab olamiz. Bu troll qiladigan joyi. Ana yerda tugmani bitta bosib qo'ysak, mana bu siyohrang narsa yo'q bo'ladi. Lekin biz bitta sakrab bu yerdan o'tib keta olamiz. Bu yerdan bosgandan foyda yo'q. Bu yerdan ham o'tib olamiz. Bitta to'xtab olamiz-da ketaveramiz. Bu yerdan bitta sakraymiz, chiqib olamiz. Yo'q. Bu yerdan hozir yetib olamiz-da. Mana men yana shu joyga chiqib oldim va bu yerda davom ettiramiz. Bu yerda bizni pushti joy kutib olar ekan, bu yerga chiqib olamiz. Shuncha joylarni o'tkazib yuboramizda va ketaveramiz. Bu yerdan o'tib olamiz. Bu yerdan ham o'tamiz. Kichkina joy ekan. Voy. Hozirda mana shu joyga yana yetib oldim va bu yerni davom etishni boshlaymiz. Ketdik. Sakraymiz. Bu yerdan ham sakraymiz. Kichkina joyni mana bunday qilib kesib o'tib ketamiz. Va bu yer juda ham oson joyga o'xshayapti. Bu yerdan o'tib olamizda. Wow, bu yerdan o'tib ketamiz. Bu yer yo'q bo'lib ketar ekan. Shuning uchun ketaveramizda. Bir sakrab o'tib olamizda. Ichkariga bir kirar ekanmiz. Bu yer qizil joylar bir donagina narsa bilan o'ldirib taylaydi. Buni o'tgan videoda ham aytgan edim. Ishonmasangiz o'tgan videomga kirib voy. Hozir mana obunachilar, bu yerga ham yetib oldim. Mana shuncha joyda ana bu yerda edik. Bu yerdan men keldim. Ana yutish joyi. Biz tinchgina bu yerdan asta-sekinlik bilan o'tib olamiz. Va bu oq joylar yo'q bo'lib ketadi. Biz ehtiyot bo'lamizda ketamiz. Bu yerga tushib bittagina sakrab, bu yerda ham bir marta sakraymizda. Mana biz bu o'yinda yo'q. Kechinglar boshqa narsaga kirib ketib qoldi va ayni narsa biz bu Purjinka, ya'ni Gravity Tower'ning oxiriga chiqdik. Va men o'yinni boshida aytganimdek, boyagi bir marta yutishlik narsani olib ko'ramiz. Qani ketdik. Ana. Va biz buni oldik. Mana bizda birni ko'rsatib turibdi. O'zi bittalik uchun bo'lsa kerak. Oldin o'ynamaganlik uchun bo'lsa kerak. Bu narsa menimcha bitta odamni ustiga bossak, u bilan joy almashtirib qo'yadi. Mana ana bu odamni bosib ko'ramiz. Tepadagi odamni bosib ko'ramiz. Ana, joy almashtirib qo'ydi. Joy almashtirgich qiziq narsa ekan. Biz shu bilan bittada tepaga chiqib olsak bo'lar, menimcha. Va do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi.
Bu video agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obunani bosishni unutmang. Agar bu videolar chiqishi sizga yoqsa, kommentariyaga bu videoyingiz zo'r ekan deb yozing va men shunga o'xshagan o'yinlarni topishda davom ettiraman. Agar bu video yoqqan bo'lsa, xayr.